Insonlar uzoq vaqt birga bo'lsa, bir-biridan charchaydi. Avvaliga go'yo siz noyob va samimiy bog'liqlikni topgandek bo'lasiz. Cheksiz suhbatlar, kulgu, yangilik zavqi. Keyin esa jimlik keladi. Mayda-chuyda narsalar asabga tegishni boshlaydi. Arzimas narsalar sabab janjallar boshlanadi va kutilmaganda yangi odam paydo bo'ladi. U yangi, qiziqarli, u bilan oson, u bilan yana yangi uchqunlar paydo bo'ladi. O'shanda shuncha narsani birga bosib o'tgan insoningizni begona ko'ra boshlaysiz. Ammo eslang, uchrashganingizda u ham siz uchun yangi edi. U ham aynan o'sha hislarni uyg'otgan edi. Haqiqiy muhabbat bu abadiy olovlar emas. Bu uchqunlar so'nganda ham qolishni tanlash. Bu oddiy kunlarda, jimlikda, oddiy hayotning o'zida mo'jiza topa olishdir. Agar siz buni birga yengib o'tsangiz, juda ham katta narsaga erishasiz. Va shunda na vaqt, na odat, na vasvasalar siz yaratgan tuyg'uni yo'q qila olmaydi.